dushmaningdan bir marta ehtiyot bo'lsang, do'stingdan 1000 marta ehtiyot bo'l deyishadi hakimzotlar. Chunki do'st bir kun kelib dushmanga aylanishi mumkin va u do'stingiz sizni zaif tomonlaringizni, sizni sirlaringizdan xabardor bo'lgani uchun hech kim bera olmagan zararni insonga berishligi mumkin. Boshqa bir dono zotlar aytadilarki, qalblar o'zgarib turgani uchun qalb. Shuning uchun har qanaqangi do'stingiz bilan ham me'yorida do'st bo'lishlik kerak. Ya'ni albatta bu dunyo me'yorlar ustiga qurilgan, muvozanat ustiga qurilgan. Hazrat Ali aytadilarki, do'stingizni juda haddan oshiq yaxshi ko'rmang. Chunki bir kun kelib dushman bo'lishi bor. Dushmaningizni haddan oshiq yomon ko'rmang, chunki kun kelib do'st bo'lishligi bor. Ba'zi insonlar o'z dushmanlariga shunaqa qattiq bir qo'pol muomala qilishadi, obro'sini to'kadi, kechirib bo'lmaydigan xatolarni qiladi unga nisbatan va ertasi kuni ya'ni bir zamon keladi, do'st bo'lib qolishganda keyin bir-biridan uyalishga to'g'ri keladi.